Domla, suratimni yuboraman, suratimga qarab dam solib qo'yasizmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun ba'zi bir kommentariyalarga qisqa javob aytib ketamiz. O'shalardan birinchisi, suratni yuborsak dam solib qo'yasizmi? Bilingki, domlalar hech qachon suratga qarab turib dam solmaydi. Suratga qarab dam solayotgan bo'lsa, yoki surat berilayotgan bo'lsa, biling u folbinning ishi yoki folbinlarning ishini qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi kichkina domlachalar hisoblanadi. Suratga qarab folbinlar fol ochadi yoki o'zining askarlaridan iborat bo'lmish jinlarini o'sha suratga qarab turib yuboradi. Hech qachon shuning uchun ham suratingizni birovga bermang. Imkon qadar suratni aloqa o'rinlariga ko'proq qo'ymang. Chunki ko'proq folbinlar Instagram, Facebook, boshqa joylardan sizni suratingizni dushmaningiz olib turib, orqangizdan sehr qildiryapti. Ikkinchi savollarning ko'p bittasi, erkak jin ayolni ichiga kirish mumkinmi yo ayol jin erkakni? Albatta, ular ham erkak ayol bo'ladi. Xohlagan jinsga xohlagani kirishligi mumkin va xohlagan rolini o'ynab ketaverishligi albatta mumkindir. Keyin bo'lsa, masofadan turib dam solsa bo'ladimi? Agar onlayn dam bo'ladigan bo'lsa, albatta buni ta'siri bo'ladi va tajribali domla bo'ladigan bo'lsa, onlayn turib ham Allohning izni bilan sizni sehringizni yechishi mumkin. Bu tajribada o'tgan masalalarning bittasi hisoblanadi. Uyda topilib olgan narsalarni nima qilamiz? Uyda topilib olgan narsalar agar yonadigan narsa bo'lsa, ularni bir imkon qadar qo'lingiz tegdirmang. Qo'lingiz tegdirsangiz ham hech narsa bo'lmaydi. Shuni yig'ib olib, biron bir temir idishga solib, yonadigan narsa bo'lsa, dam solingan suvni ustiga sochib, yoqib, kulini oqar suvga oqtirib yuborasiz. Yonmaydigan narsalar bo'lsa, igna, mix, shunga o'xshash narsalar bo'lsa, uni ham ustiga dam solingan suvni nima qilib, sochib, keyin oqar suvga nima qilasiz? Oqtirib yuborasiz. Ba'zilar qo'g'irchoq topib olishadi. Qo'g'irchoqdagi tugunlarni topib olishadi. Ularni ham yechib o'tirishing shart emas. Ustiga dam solingan suvni sochib, yaxshilab o'rtab, yoqib, keyin kulini oqar suvga oqtirib yuborasiz. Doimiy topib qolayotgan bo'lsangiz, endi uni qilayotgan odamlarga o'zi insof bersin, uni qaytarishning iloji yo'q. Ya'ni u odamni to'xtatib qo'yish iloji yo'q. Allohdan unga insof so'rang va qo'rqmang. Doim ular qilayotgan narsa ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilsa ham yolg'iz Allohning izni bilan ta'sir qiladi. Alloh har birimiz xonadonimizga tinchlik bersin. Shunga yugurayotganlarga Alloh o'zi insof bersin.